Barchaga salom do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan mana HTML kursimizni 5-video darsligini boshlab oldik. Bu video darsligida biz HTML matan formatlash triklarini o'rganamiz. Oldin 4-video darsligida to'xtab qoldik. Bugun mana xudo xolasa 5-video darsligimizni chiqarmoqdamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Videoga ham like bosib qo'yishni unutmang. Tak, boshlaymiz. Kodga qaytadigan bo'lsak, hop, men birinchi navbatda mavzuni yozib qo'yaman. Heading tagini ochib olib, heading 1 tagini ishlatamiz. Matn formatlash taglari deb mavzu nomi yozib qo'yamiz. Tak, 5 ni pastga tushirib qo'ying. Tak, bo'ldi, saqlaymiz. Yaxshi. Mana matnimiz chiqdi. Lekin biroz kattarib ketdi. H2 o'zgartirib qo'yaman. Saqlab yangilaymiz. Ana endi yaxshi ko'rinishga keldi. Xo'p, davom etamiz. PT'ga ochib oldim va uni ichiga lorem ipsum matnini joyladim va bu matnni mana shu bir satrini olaman, qolgan joyini o'chirib tashlayman. Chunki ortiqcha. Tak, yaxshi. Ana endi shtobi tepasida qanaqa matn formatlash turga kirishini yozib qo'yaman, nomini. Shtobi bold, italic shunga o'xshash. Mana bold deb yozib qo'yaman, chunki pastdagi p tagini ichidagi matn bold ko'rinishda formatlaymiz. Hozir uni ham qanday qilinishini ko'rsatib o'taman, taglarni yozib. Tak, boshqa narsa ochilib ketdi. Tak, hozir boldni pin ichi qo'yib qo'yishim kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, orasida masofa joy qoldi. Shuni olib tashlaymiz, chunki bu bizga kerak emas. Chunki hozir ko'rinmay qolishi mumkin. Scroll bar bilan pastga tushirib tepaga chiqarishga to'g'ri keladi kurs uchun. Xo'p, mana pin ichiga tiqib qo'ydim. Bo'ldi, endi yangilaymiz. Ana endi yaxshi ko'rinishga keldi. Xo'p, davom etamiz. Formatlashni boshlaymiz. Xo'p, tag ochib olamiz. Bizga bold ko'rinishda formatlash uchun b tagi kerak bo'ladi. Mana saqlab yangilaydigan bo'lsa sahifani. Xo'p, matnimiz bold ko'rinishga keldi. Yaxshi. Ana endi men buni hozir nusxalab olib joylayman. Chunki qayta yozib o'tirmayman. Mana bu videoni ham vaqt cho'zilib ketishi mumkin, ham vaqtni ham ko'p oladi. Shuning uchun tak, yetarli. Tak, hozircha bo'ladi. Ana endi keyingi tagimizga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi tagimiz strong deb nomlanadi. Bu b tagiga bir xil vazifani bajaradi, ya'ni b tagiga o'xshash. Orasida farqi yo'q. Ikkalasi bir xil. B qanday formatlangan bo'lsa matnimizni, strong ham shunday formatlaydi. Ikkalasini ham ishlatishingiz mumkin. Mana natija bir xil ko'rib turganingizdek. Keyingi tagimiz i tagi hisoblanadi. Bu italic ko'rinishga keltirib beradi matnimizni. Ruschada kursivni deyiladi. Shu matnimiz hozir yotiq ko'rinishga keladi. Mana italic deb yozib qo'yaman. Keyingisi
em ham italik bilan bir xil matnimizni formatlaydi. em tegini yozamiz, yopiluvchi tegini yozamiz, tayyor, saqlaymiz va mana ko'rgan bo'lsangiz matnimiz formatlandi. Xo'p. Keyingisi underline tagiga o'tamiz. Bu tega nima qiladi deydigan bo'lsangiz, matnimizni tagiga chizilgan chiziq tortib beradi. Hozir u tegini yozamiz. U tegini yozdik. Keyin underline tegini yana bitta turi bor. Xo'p, underline 2 deb yozib qo'yaman. Tak. Yo'q, to'xtanglar. Men hozir adashib ketdim. Tak, 4-darslik ida mana ins ekan. Ida teglar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Mana shu tartibda hozir o'rganib chiqamiz. İkincisi ins deb nomlanadi. Tak, saqlaymiz. Mana matnimiz formatlandi. Tagiga chizilgan chiziq tortib beradi uzunchisi. Xo'p, keyingisi strike tegi. Bu tegimiz xuddi mana shunday chiziq bo'ladi, chizib beradi, faqat matnimizni o'rtasidan chizilgan chiziq bo'ladi. Ya'ni o'chirilgan matn ko'rinishga keladi shtabi. Tak, strike 2. Bunda 3 xil teg bilan qilsangiz bo'ladi. Birinchisi mana ko'rib turgan bo'lsangiz C tegi, keyin strike. Tak, hozir uchinchisini ham yozaman. Tak. Nusxalab oldim, qo'ydim. Xo'p, uchinchi tegimiz del. Mana buni 3 qilib qo'yaman hozir. Strike 3. Yangilaymiz. Mana uchala strike'ni ham ko'rinishi bir xil, e'tibor bergan bo'lsangiz. Hech qanaqa farqi yo'q. Istalgan tegini ishlatishingiz mumkin. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa. Xo'p, keyingi teglarimiz big text va small text. Bular biri kattagon, biri kichkina ko'rinishga keltirib beradi matnimizni o'lchamini. Teglar nomi big, small. Big katta tekst yozib beradi, small tegi esa kichkina ko'rinishga keltirib beradi matnimizni o'lchamini. Tak, hozir ko'rgan bo'lsangiz sahifada chiqdi. Keyingi tegimiz bor, subscribe va subscribe. Biri indeks uchun ishlatiladi va boshqasi darajalarni yozish uchun ishlatiladi. Mana H2O shunga o'xshash matnlarni yozmoqchi bo'lsangiz, siz mana shu sub yoki da sub teglaridan foydalanishingiz mumkin.
tegilar sub deb nomlanadi. Subscribe esa sub deb yozasiz tegni. Hozir martdan bir qilib qoldi. Lorem ipsum tekstda shuni hisob tegini ichidan tashqariga chiqarib qo'yaman. Bu yerda ham xuddi shu sub tegidan tashqariga chiqaramiz. Ana endi qayta ishga tushirsak, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana sub tegi indeks yozish uchun ishlatilsa, sub tegi esa darajalar yozishda ishlatiladi. Subscribe bilan qilasiz shular hashikkalarni. Tagi darajalarni esa subscribe bilan qilasiz. Hozircha shu yerda tugatamiz. Kursimizni o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.